Bugun remontga termopod kelgan. Xo'sh, termopodda muammosi bizda termopredохранитель kuygan, ya'ni 250 volt, 10 amper adashmasam, 10 amper 135 gradus. Ya'ni 135 gradusdan oshgandan keyin termopredохранитель ichida mana bunaqa pripoy bor, ya'ni olova simli, o'sha erib qoladi, ya'ni kuyib qoladi, uzilib qoladi. Endi bu termopredохранитель sotib olmaslik uchun men buni mana bu provolkadan yasadim. Keyin ustiga o'rab, mana payka qilib qo'ydim. Xo'sh, hozir kamera ko'rsatsa, mana ustida simi bor. Yorug'ga ko'rsatay. Shu bilan ishlaydi. Qolgan joyida muammo yo'q.